bir pidaraz odamlar ham ko'payib ketdi, hayron qolasan-da odamchi. Shu ko'chada birovni ko'rib qolsa, shu kamera ko'tarib cho'palab boryapti-da, ana 18+, ana zapal, uchastkovoy chaqir boshqa deb. Ha nima ishing bor degin keladi-da. Balki sevishgandir, balki o'sha nafsi uchun pul berib rozi qilgandir. Endi hozir birovni zo'rlaydigan, majburlaydigan zamon emas-ku, uchastkovoy chaqirib boshqa qilib. Misol o'zim xohladim shu ishni qilyapman desa, uchastkovoy nima deydi, tanasiga xo'jayinmi uni? Hayron qolasan. Yo'q, odamlar maqsadi ularni bir to'g'ri yo'lga boshqarish emas. Shu ommaga olib chiqib, syomka qilib sharmanda qilsa-da, shu maqsad shu. Agar maqsad to'g'ri bo'lardi, uni yoniga misol bekamera borardi. Nima qilyapsan, shoshma. Bittalarni ko'rib qolmasin, sharmanda bo'lasan deydi-da misol. Maqsad to'g'ri yo'lga qaytarish bo'lsa. Shu odamlarni shu o'zi xayoli borki, shu kimnidir sharmanda qilsam, kimdir ko'tini kovlasam, shunaqa bo'lib qoldi-da ayrimlarniki. Ko'chada borki, chatishib qolgan kuchuk ham qo'ymayapti-da, syomka qilmayapti. Buqaga kelgan sigir ham qo'ymayapti, syomka qilmayapti. Ishak ham qo'ygan yo'q. Hali nima deydi? Ot ham eshak ham qo'ygan yo'q. Hayron qolasan-da odam.